Oltin zarhal chinor barglari orasida kichkina Lila ismli barg kuz shamolida raqsga tushishni quvonch bilan aylan-aylana kulardi. Do'st barglariga eng go'zal raqsini Ormon kulgu va ranglar bilan to'lgan, qizil va oltin barglar havoda. Bir payt to'satdan shamol, shoh va quvnoq kelib shoxlarni Lila shoxga mahkam yopishdi, lekin shamol juda kuchli edi. U osmonga uchib ketdi. U balandga, yanada balandga ko'tarilib, hayrat bilan "Voy!" deb baqirdi. "Bu sarguzasht", dedi shamol yumshoq ovozda, uni uzoqqa olib ketarkan. Oxiri Lila yumshoq, yashil moh ustiga quyoncha qiziqib yaqinlashdi va jilmaydi. "Men daraxtimdan yiqildim", dedi Lila xafa bo'lib. "Qanday qaytishni bilmayman." Quyon unga eman mevasi postlogidan kichkina shapka berdi va dedi, "Ba'zan yo'qolish yangi narsani topishning birinchi qadami bo'ladi." Lila qo'l silkitib yana havoga ko'tarildi. Endi biroz jur'atli. U keng dashtga uchib bordi va mayin ko'k kapalak bilan uchdi. "Ko'rasiz, siz charchaganga o'xshaysiz", dedi kapalak muloyimlik. "Men ilgari gumbak edim", dedi u o'zgarganim uchun uchishni o'rgandi. Jilmayib yana aylana raqs tushdi. O'zini yengil va baxtli. Ertasi kuni u tiniq qo'l bo'yiga bir dona oqsoq, donishmand salyangoz sekin chiqdi va kichkina ko'zoynaklari ortidan "Men daraxtimni sogindim", dedi Lila sokin ovoz. "Ba'zan", dedi salyangoz, "safarning eng chiroyli tomoni yo'lda uchraydigan do'stlardir." Lila minnatdorchilik bildirib yana uchib ketdi. Yuragi iliqlik bilan u oltin quyosh nuri ostida uchib uchrashgan barcha do'stlarini esladi. Qish yaqinlashar edi, havo sovib bordi. Lila uyquga ketgisi keldi. U dam olayotgan boshqa barglar yoniga "Biz bilan qol", dedi ular pichirlab. "Biz seni yolg'iz qo'ymaymiz." Lila jilmaydi, o'zini xavfsiz va sevimli his qildi. Yumshoq qor yog'a boshladi. Lila esa o'zining chiroyli sarguzashtini orzu qilib uxlab tushida u barcha do'stlarini ko'rdi. Ular unga qo'l silkitib kulib turishardi. Bahor kelganda u yotgan joyda yangi kurtaklar osib, Lila o'z rangini dunyoga ulashdi. Har bir yakun yangi boshlanishni olib kelishini isbotladi.